Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi joyimiz ijara bo'ladi. O'zlarimizga qarindosh joyini ijaraga qo'yaman dedi. Shuni ijaraga qo'yib berishga qaror etdik. Biz o'zda aslovni olib sotamiz, sotib beramiz joyni, ijara bilan shug'ullanamiz. Kamdan kam chiqadigan joylardan birisi 3 xonali joyimiz ijaraga beriladi. Bu yon tarafimiz vokzalining ko'rinib turibdi. Vokzal, bu yon tarafiga gitsak, manej. Bu yan tarafdan manej görünüp durdu. Bu yan tarafımız şehir elektroset buladı. Anrak ölsek, Şavat kanal boyu, Jalaleddin Mengüberdi heykeli, Medeyin Ustut, hem joy yakın joyda joylashgan. 4 kanalı, lekin 3 kanalını ijaraya beremende tuttular. Joyimiz Tozadonda joylashgan. Mashin ko'rish uchun parkovkalarga, suv, svet, gazlardan umuman problemasi yo'q, hurmatli obunachilar. Qanasa bir yandan ko'rsatib chiqsam. Berimizning ajoyib parkovka bo'ladi. Mashina ko'rish uchun parkovkalarga ega. Nonni yopish uchun aniqda nonxonasi ham bor, hurmatli obunachilar. Bemalol hamma joy yaqin. Bir de 28-son, 29-son maktablari bor. Joyimiz Ishdomda joylashgan. Qanasa joyimizni podest qismlarini ko'rsatib o'tsam. Joyimiz akkuratli ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Oyoqlarimiz mramor toshlardan o'shalgan. Qanasa ikkinchi etajimizga chiqsak. Hurmatli obunachilar, ikkinchi etajimizga yetib keldik. Har etajda 2 kvartiradan ekan, podestlar akkuratli tushgan, oyoqlarimiz mramor toshlardan ekan, hurmatli obunachilar. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Girish xodda ishlaymiz, damir yaxshi sifatli eshiklardan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkari tomonni ko'rsatib chiqadigan bo'lsa, joyimiz Mimi maydoni 112 kvadrat, 4 xonali, bir xonasini ilib qo'yibdi ekanlar, hurmatli obunachilar. 3 xonasini ijaraga beriladi. Girish xotimiz mebellari ajoyibundan qo'yilgan kiyim asish uchun. Belə har xonamizda avtomatlari joylashgan. Xonalarni birma-bir tushuntirib o'tsam, bu yon tarafimiz kuxni, zalimiz, spannimiz, sanuzel, hojatxonamiz alohida joylashgan. Oyoq tilamiz laminat pollardan döşelib, ajoyib gilamlar döşelib tayyor bo'lib turibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Girganimizdan chap qo'limizda rakovnamiz joylashgan. Bu yerda suvdan, svetdan umuman problemasi yo'q. Gazimiz, hamma narsamiz girib turibdi. Joyimiz ijaraga beriladi. Qanasa kuxnimizdan tushuntirib ko'rsatib boshlasam, kuxnimiz ajoyib mebellar qilingan, gaz plitasi, xonadiliklari, hamma narsasi yangi, toza narsa qo'yilgan. Bu yerda uvalık mebelimiz joylashgan. Bu yerda aynalarimiz akvayna. Joyimiz yo'l tarafga qarab turibdi. Yo'lning ustida Medening dukkotinde katilomuz joylashgan. Ajoyib ishlab turibdi. Hamma narsasi toza. Stabilizatorlarga ega. Joyimiz hamma narsasi bor. Sharoiti yaxshi. Ishlar ham zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Endi zalimizni ko'rsatsam, zalimiz 5,6 razmerda tushgan, 2 aynali ulu zalimiz tushgan. Mebel texnikalari ham hamma narsasi bor, top-toza. Oyoq tiyimizdagi gilamlar ham toza narsadan ishlangan. 2 aynasi tushgan. Hurmatli obunachilar, aynalar akvayna, kondisionerlari, avalon kondisioner turibdi 12lik. Ajoyib pataloqlarimiz ajoyib shaklda ishlangan gipsakardonlardan. Joyimiz zudlik bilan ijaraga beriladi. Kim manej, vokzal tarafdan joy qarab bergan bo'lsa, uch pastdagi nomerlarni tilib urib, to'g'ridan-to'g'ri bemalol ma'lumot bilib, olib kelib ko'rib, savdolashib, bursangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz sifanimiz, zal etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerim razmeri ulu tushgan. Salkam 6 metr uzinasi. Balkon ham bor. Balkonlar ham ulu tushgan, hurmatli obunachilar. Balkon ham bemalol narsalaringizni qo'yib, olib yurishingiz mumkin. Parkovkalarga ega, mashina qo'yish uchun parkovkalar bor, hurmatli obunachilar. Endi yerimiz gilamlar ham qalin, yaxshi sifatli gilamlardan döşalgan ekan. Devorlarimiz ajoyib anatomiy fonda shuba sapilingan, ajoyib zarli, ajoyib etib qo'yibdi ekanlar. Registrlarni ko'ring, ajoyib isqinolar dedilar. Endi oxirgi spanimizga kiradigan bo'lsak, spanimiz ekan bir oyoqlar laminat pol, ajoyib gilamlardan döşalib tayyor bo'lib turibdi. Galagilar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Ajoyib etib qo'yibdi ekanlar, gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz 4 xonadan iborat. Bir xonasini ilib qo'yibdilar bu yon tarafda. Shundan ulug'roq spanimiz joylashgan bu yonda. Bu yonimiz ilik, ochib berilmaydi. Ushon taraflari
ijaraga beriladi, hurmatli obunachilar. Endi hojatxonamizni ko'rsatadigan bo'lsam, yine hojatxonamiz da patologiyachalik kafel bo'lgan, beri aristonga ega, ajoyibining torat etish uchun mumtozli hamma narsasi qo'yilgan. Seksiyalik aristonlar qo'yilgan. Dimoxotlarga ega. Ayaqtelamiz kafel, ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Yan tarafimiz sanuzelimiz bo'ladi. Rakovinasi bor. Tishkasi hamma narsasi yapkanga top-toza turibdi. Simistitlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Suv, svet gazlardan umuman problemasi yo'q. Bir de 7 kiloluk kir mashinamiz ham ajoyibidan turibdi. Ishlanmagan, toza narsa, hamma narsasi. Joyimiz Pestek nömrələr telefon vurup to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Joyimiz uzoq muddatda ijaraga beriladi. Narxi $400 deb turibdilar. Oz-moz qaytib beraman deb turibdilar. Kelib o'zingiz qolgan neda kelishib sog'lashib olaverasiz. Sog' olun, salomat olun. Kanala obuna bo'lishdan chiqmasangiz, men shunday joylar olish nasib etsin.